Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan Abduhalim Bro. Albatta obuna bo'ling va bizni kuzatishni davom eting. O'zbekistonda fohishaxonalar qonuniylashtirilishi mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz? Mana bu ayolni eshitib ko'ring. Bu ayol nimalar deyapti? O'zbekistonda fohishaxona kerakmi yo'qmi? Ya'ni qonuniy fohishaxonalar shartmi yo'qmi? Nimaga bu savol berayotganimni hozir tushuntirib beraman. Agar fohishaxonalar qonuniy ravishda litsenziyalashtiriladigan bo'lsa, birinchi o'rinda spidga qarshi kurashiladi, ya'ni o'shanaqangi nimalar bilan boshqacha kurashiladi. Ikkinchisi pedofillar son kamayadi. Agar hozir biz fohishaxonalarni taqiqlaydigan bo'lsak, unaqa qizlarga borma yo reyd o'tkazadigan bo'lsak, boradigan odam boradi. Prosta bilib bilmasdan kimdir spidga chalingan bilan bo'lib qoladi. Yana kimdir yosh bolalar, qizlar, yosh yigitlarni pedofillar zo'rlab qo'yadi. Shuning uchun maslahatim, sizlar nima deysizlar? Misol uchun litsenziyalash deganda, masalan, fohishalarni o'zini har doim 3 oyda yo 6 oyda sog'lig'ini tekshirib turadi, qon analizlari topshiradi, spidga chalinganmi, chalinmaganmi, o'shalarni tekshirib turishadi. Va agar ko'chadagi pedofillar ham bemalol borib o'sha joyga murojaat qilsa bo'ladi. Menimcha bu narsani tashkillashtirish kerak. Shunda baribir boradigan erkaklar boraveradi va yosh bolalarimizni pedofillardan qutqargan bo'lamiz. Shunaqa qatdan chiqadi, nimaga unaqa gaplar aytib chiqadi bunaqa odamlar. Agar fohishaxonalar qonuniy ravishda litsenziyalashtiriladigan bo'lsa, birinchi o'rinda spidga qarshi kurashiladi, ya'ni o'shanaqangi Qonuniylashtirilsa, bilasizmi spid qanday kelib chiqadi aslida? Bir 5-6 ta erkak bilan bitta ayol yotib tursa, o'shanda spid kelib chiqadi. Bu meni shaxsiy fikrim. Men shunday deb bilaman. Spid 5-6 ta erkak bilan bitta ayol yotib tursa, o'shanda kelib chiqadi. Ikkinchisi pedofillar son kamayadi. Hayot. Agar bilim, ilm yaxshi bo'lsa, pedofillar ham bo'lmaydi. Nasib qilsa. Bu qonuniy bo'lsa ham pedofillar yo'q bo'lmaydi. Pedofilligicha qolaveradi. Agar hozir biz fohishaxonalarni taqiqlaydigan bo'lsak, unaqa qizlarga borma yo reyd o'tkazadigan bo'lsak, boradigan odam boradi. Kamroq boradi-da. Hozir agar biz buni qonuniy qilib qo'ysak, u shunaqa ko'payib ketadi. 18 ga to'lganlar ham bosaveradi. 18 dan pastlari ham boraveradi. Qonuniy-ku deb. Endi militsiyalar ushlamaydi bizni deydi. Bemalol bo'lib qoldi deydi. Miyadagi fikr o'zgaradi agar buni qonuniy qilib qo'ysa. Agar bunga qarshi qonunni yana kuchaytirsa, qamasa fohishalik bilan shug'ullanayotganlarni, fohishaga borganlarni, bu kamayib boradi. Ana do'stlar, g'arbning ta'siri. Sir emaski, g'arb davlatlarida fohishalik kasb turiga kiradi. U yerda fohishalar daromadidan albatta soliq to'laydi va vaqt o'tib pensiya ham oladi. G'arb davlatlarida fohishalikni nima uchun qonuniylashtirib qo'yilgan? Chunki ular fohishalikka oddiy hol deb qaraydi. Ya'ni ularni bundan tiyib turadigan axloqiy mezon mavjud emas. Ular bu narsaga vobshe oddiy qaraydi, nima deydi? Bir-biri bilan yashaydi, to'y-po'y qilmaydi, nikoh bo'lmaydi, bir-birini siniydi, jinsiy aloqa ham qilib tashaverishadi, keyin yoqmasa bir-biriga ketib boraverishadi. Lekin bu degani bizga ham bunaqa narsalar kerak degani emas. Insof bormi? Zino-ku bu. Bu zino-ku. G'arb davlatlaridan farqli o'laroq islomiy jamiyatga ega bo'lgan sharq davlatlarida jinsiy aloqaga tabu mavzu deb qarashadi. To'g'ri, O'zbekiston dunyoviy davlat, lekin u o'z qonunlarini ishlab chiqarishda jamiyatning e'tiqodiy qarashlari bilan hisoblashishga majbur. Qaysidir ma'noda. Nima demoqchiman? Xullas, bizni O'zbekistonga bunaqa narsalar kerak emas deb hisoblayman. Albatta bu meni shaxsiy fikrim. Bu narsalar bizni o'zbek mentalitetiga umuman to'g'ri kelmaydi. Axir biz musulmon-ku. Nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonda fohishalikni qonuniylashtirish kerakmi? Yoki unga belgilangan javobgarlikni yanada kuchaytirish kerakmi? Va albatta sizni fikringiz qanaqa bunga? Kommentariyada go'zal axloq bilan o'z fikringizni yozib qoldiring.